Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 26-iyul haftani yakshanba kuni 2026-yil. Hammasining narxi bir xilmi bo'lardi? Mo'la 75 ming. Mana bu joydan boshlanar ekan, birinchi joydan boshlanadi. Qayergacha narxi bir xil? 12gacha. Oqmi? Mana shu oqgacha narxi bir xil ekan. Narxi necha pul dedingiz? 75 ming so'm ekan. Bular tepalikda o'zi ekan, a? Ha, katta ko'ylak. Katta ko'ylak shu tepalikda o'zi ekan. Donaga necha pul bu? Donaga Dona pachka narxi bir xil. Materiali nima bulardi? HB ekan materiali. Bu tomonlar necha pul endi mana bularimiz? 130 ming. Mana bular 130 ming so'm ekan. Mana belmando materialidan ishlangan ekan. Dona pachka narxi bir xil. Bu tomonlarchi HB, mana arabika nimalar? Arabikalar 65 ming. Mana arabikalar 65 ming so'm ekan. Dona pachka narxi bir xil. Razmeri Standart. standart ekan. 8 dan 54gacha tushadi. 48 dan 54 gacha tushiradi deyishyapti. Mana bularimiz necha pul bu tomonlari? Mana shu HBmi? Ha, 85 ming. 85 ming so'm ekan. Unisi 75 ming. Bular 75 ming so'm ekan. Telefon nomeringiz necha hojiba? 90lik 90lik 157 157 51 76 ga aloqaga chiqasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, donaga, pachkaga sotiladi. O'zlaringiz ishlab chiqaryapsizlar, a? Assalomu alaykum. Tamashni medaviylar keldi, beraylikmi?